Hammaga salom o'sha Qayzojon va ukam Qayzo. Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshilar. Yurtimizda bizlar nima qilamiz? Lekin uyqu bo'libmiz. Qarasak kamera o'chgan. Endi iloji yo'q. Birovlar va kuzatinglar. Xo'sh, nima qilamiz? Qornocha ovqat qilish kerak. Bor, bitta tasavvur qilib oldingda. Biz nima qilayotganimizda mana yerda bunaqa. Nima xazina bor-ku, xazina. Qaroqchilar kelmas cho'kitgan-ku, ashka xazina bor-ku, ashnaqa yerda stav bo'lgan ekanmiz. Qum kuylayotganimda chiqib qoldi, o'tsak ikkita olmosli qilish bor ekan. To'g'rimi? Ana to'g'ri. Xalas, shunaqa gaplar. Ikkita olmosli topgandik, lekin alakam bosmabdi bor-ku, asha. Bosgandan keyin o'chib qolibdi. Do'stlar, e'tibor bermaysizlar, sal xatari. Chunki ko'p narsa qilganmiz. Ancha ko'p narsa qildik, to'g'rimi? To'g'ri. Chunki akam telefon sotadi, menda qatmaydi. Men kompyuterdamanda, akam telefonda. Ya'ni akamga mo'jizalar sotdik, lokal account qildik. Men server ochdim, akam ko'rgan qilgan ekanmiz. Undan keyin qanday ulanishni bilib olib, va birga ulandik, to'g'rimi? To'g'ri. Akam telefoni va xotirasi kichkinaligi uchun qatali sal muhimi yaxshi. Muhimi like, obunani o'chirib qo'ymanglar, bizga davom eting. Va ukam akkaunti Qayzojon akkaunting Qayzo. Men server ochdim. Kirib o'ynashinglar mumkin. Sizlarni kutamiz. Nomi Asadullayev. Asadullayev o'zbekcha. Xalas, ekranga montaj qilib qo'yamiz qandayligini. Oldu. Qo'yamiz montaj qilib. Kirib bemalol o'ynashinglarni tavsiya qilamiz. Biz bilan o'ynaydilar. Biz har kuni kirishimiz mumkin. Kechqurun talab qilib. Misr yaqinda yengdi. Toshkent vaqti bilan deyapti. 23:00. 21:00. Bo'lib tugayapti ham shekil tugaryapti. Iya. 22 kuni. Qancha uni tiyinlar? 22-29 bo'lyapti. So'nggi bir yil ichida bir-birimizga juda Zo'rtaga qo'ying, zo'rta. biz ham o'zbeklar ham bizdan zerdik qolgandek. Zo'rta. Masalan, bizlarga qarshi o'ynaganimiz yaxshi bo'lar edi, deydi Karim. Eslatib o'tamiz, Birlashgan Arab Amirliklarida 2026-yilgi jahon chempionatiga yo'l olgan 9 terma jamoa Eron qabul Aytgancha do'stlar. 21:00 bugun futbol bo'layotgan. 23 dedingiz, sen şimdi 21'de boşladın. Nechi ekan O'zbekiston? Keyinroq boramiz, futbol ko'rib olaylik. Sizlar ham albatta like va kommentariy bosinglar.